Mazkur video marhum Nokia'ning porloq xotirasiga bag'ishlanadi. Bir paytlar har ikkita odamning birida Nokia telefoni bo'lgan. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsam, qayerga tosh otsang, Nokia ishlatadigan odamning boshiga tushgan. Xo'sh, nega hozir Nokia yo'q? Nahotki ana shunday qudratli brend o'z-o'zidan g'oyib bo'ldi. Hozir men sizlarga Nokia brendi qanday qilib bozordagi o'z o'rnini boshqa brendlarga shunchalik berib qo'yganligini tushuntiraman. Birinchidan, Nokia o'ziga yangi rahbarni, ya'ni CEOni ishga oladi. Elop ismli rahbar juda ham ahmoqona qarorlar chiqarib, Nokia'ning inqirozini boshlab bergan. Ikkinchidan, hamma yoqda sensorli telefonlar trendga kirayotgan vaqtda Nokia o'zgarishni istamaydi va knopkali telefonlarni chiqarishda davom etadi va bu tanlangan yo'lni xatoligini tushunib yetib ham sensorli telefonlarni ham ishlab chiqarishga boshlaydi. Afsuski, allaqachon kech bo'lgan edi. Uchinchidan esa raqobat. Telefon bozorida Android hamda iOS modellari paydo bo'ladi va Nokia marketing jihatdan ularga hech qanday qarama-qarshilik qila olmaydi. Siz Nokia'ning qaysi modellaridan foydalangansiz? Kommentariyada yozib qoldiring.